Barchasi yo'nalishsiz taksi faoliyatiga qo'yilgan ushbu hududiy cheklovlar Konstitutsiyaga zid ekanini ta'kidlab, holat bo'yicha transport vaziridan rasmiy tushuntirish so'rab so'rov yuborgan. Muxbirimiz Diyola G'aniyeva ushbu masalaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Endilikda haydovchilarga avtomobil davlat raqami qaysi hududga mansub bo'lsa, shu hudud va unga tutash hududlardagina qonuniy taksichilik qilishga ruxsat beriladi. Masalan, Namanganda ro'yxatdan o'tgan avtomobil Toshkentda taksichilik qila olmaydi. Yangi qaror kuchga kirishi ortidan Toshkentda ishlayotgan ko'plab viloyatlik haydovchilar litsenziya olish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Bu esa taksi xizmatida taklif kamayishi, narxlar esa ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Chunki poytaxtda taksi xizmatiga talab doim yuqori. Tarmoqlarda keskin muhokamalarga uchradi. Transport vazirligi axborot xizmati rahbari Navro'z Ashurmatov bu yuzasidan shunday fikr bildirdi. Bu tartib bugun kecha paydo bo'lib qolmagan. 2011-yilda aynan mana shu yo'nalish taksilar faoliyatini tartibga solish to'g'risidagi 139-son qaror bor. O'sha qarorda demak nizom va yo'nalish taksilar uchun yagona tanish belgilari va ularni ishlatishni tashkil etish qo'yilgan talablar to'g'risidagi nizom. O'sha nizomni demak 5-bob 9-bandida haydovchi yo'lovchilarni yo'nalishsiz taksida tashishni litsenziya kartochkasida belgilangan hududda amalga oshiriladi degan tartib ketgan. Bu qaror hozir o'zini kuchini yo'qotgan, 2011-yildagi qaror. Keyingi oxirgi chiqqan qarorda biza mana shu sohani tartibga solish bo'yicha agregatorlarga qo'shimcha talab yuklaganmiz. Demak, o'sha o'zini faoliyat hududi, ya'ni litsenziya kartochkasida ko'rsatilgan hududda faoliyat olib borishni tashkil etish masalasi ko'rilgan. Aniq ko'rsatib qo'yilgan haydovchi faoliyatini o'sha litsenziya varaqasida ko'rsatilgan hudud va unga tutash hududda olib boriladi deb turib. Toshkent shahridagi o'sha ro'yxatdan o'tgan 01 kodi bilan boshlanuvchi davlat raqamli transport vositasi Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati hududida taksichilik faoliyati bilan shug'ullanish mumkin. Xuddi shunaqa qolgan viloyatlarniki ham xuddi shunaqa bo'ladi. O'zbekiston Xalq